uchta analiz tahlillari bor edi. Qarasam juda ham dinamikada yaxshi o'zgarishlar va bu mahsulotga men ishonch hosil qildim. O'zimni yaqinlarim onamga, farzandlarimga berishni boshladim. Va azizlar, bu mahsulotdan juda ham ajoyib rezultatlar oldik. Hozirgi kunda men doimiy har 6 oyda nevropatolog nazoratda lecheniya olardim. Masalan, grijadan, chunki chap qo'limga keladigan siqib qo'yish oqibatida chap qo'limni ko'tara olmasdim va barmoqlarimda sezgi yo'qolib qolardi. Va bu holat o'tdi menda. Og'riqlar yo'q, 6 oy o'tyapti, 1 yil o'tyapti, og'riqlar yo'q, holatim yaxshi. Davleniyaga ichadigan dorilarni hech iste'mol qilmay qo'ydim. Nimaga? Chunki davleniyam 1 me'yorda yaxshi edi. Va azizlar, mana shunday ajoyib natijalarga erishdik. Hozir mana shu zalda mahsulotni iste'mol qilayotgan insonlar bormi? Agar bor bo'lsa, o'rnlaringizdan tursalaringiz. Judayam ko'pchilik, demak bu holatni judayam ko'pchilik hozir bunday mahsulotni iste'mol qilyapti ekan. O'tirmaymiz. Mahsulotni iste'mol qildim, lekin hech qanday sog'lig'imda natija olmadim degan insonlar bo'lsa o'tirishlaringiz mumkin. Demak, men ko'rmadim, mana bu yerda o'tirgan opamiz ham turib oldilar. Demak, mahsulotdan ajoyib natijalar olganlar. Rahmat, endi o'tirishlaringiz mumkin. Endi men sahnamizga mikrofon bo'lsa, 2-3 insonlar o'zlarining natijalari bilan bo'lishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Ya'ni mahsulot o'zingizni tanishtirasiz, qanday kasalliklar bor sizda, mahsulotni qanday miqdorda iste'mol qildingiz va qanday natija oldingiz. Shu haqida Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar va liderlar, ustozjonlar, xush kelibsizlar. Avvalambor o'zimni tanishtiray. Men Shokirova Oydiniso, Buxoro shahridanman. Yoshim 66da. Shu kalsini iste'mol qilganim 2024-yil may oyiga iste'mol qila boshladim. Menga bir qator kasalliklar, undan oldin ko'p kasal bo'lganman. Men operatsiya bo'lganman. Hozir juda ham sog'lig'im yaxshi, suyak yemirilishidan natija oldim. Pochkamga qissa bor edi, undan natija oldim. Juda ham yaxshi nimalarim, tilim tagiga katta qissa bor edi, undan yaxshi natija oldim. Qaytib ish qilib yoshim sog'lig'imni tikladim. Shuningdek, oilamga, farzandlarimga, nabiralarimga, qizlarim ish qilib ko'plarga nima qildim, lekin o'g'lim bir necha yildan beri boshiga qissa borda, qissasi bilan to'g'riga tepamga Alloh turibdi, lekin uzr so'rayman, gapira olmayman-da. O'g'lim necha yillardir uxlolmasdi, qo'lini, 2 qo'lini tirab chiqardi kechasi bilan. Yana sudraga berib qotib qolardi o'g'lim. Ona qilib yaratmasin ekan, ustozjon uzr so'rayman yana bir bor. Ishqilib Allohim o'g'limga qayta umr berdi. Hozir shuni 2024-yil 19-iyulga o'zim olib ichib o'tirdim. 19-iyul kuni o'g'limni sudraga bergani. Ani 24, 25, 26 hozir ham iste'mol qilib o'tiribdi. Emirti qog'ozlari ham bor. O'g'lim juda ham yaxshi. Onajon. Bundasi sababchi, lekin menga shu Allohim yuborgan ekan, o'g'limni qaytadan umrini berdi-da. Hozir 24-yildan beri o'g'lim sudraga ham bermaydi. Sudragisi ham onajon men uxlayman deb qolardi-da. Hozir sudraga bermaydi, ancha qisqargan. Uxlam vrach emirtdan o'tkazdim. Vrachlar aytayaptilar, nevropatolog xolajon, o'zingiz doktor bo'libsiz-ku, o'g'lingizga juda ham zo'r natija. Bu tabiiy narsa. Buni o'sha vrachimiz o'zlari aytdilar. Tabiiy, mayli. Shuni qachongacha o'sha boshini suvini nima qiladi, shungacha bering. Umuman zarari yo'q. O'g'lim yaxshi yotyapti, Allohga behisob shukr. Kissalari kichraygan, ana emirtsin qog'ozlari bor.
O chiqamanni birdan chiqaman aytishga da ilohim mayli judayam yaxshi o'g'lim onajon sizdan bir umr minnatdorman onajonim dunyo turguncha turing ona demaydi onajonim deydida Allohim shuni yetkazganga Allohimdan Allohim rahmat sizlarga ham xush kelibsizlar huzurda